Shukur Xolmirzayev Omon ovchining o'limi. Hikoya. U o'zi ham o'lishi mumkinligini o'ylamasdi. U o'ldirishni, hayvonlarni, parrandalarni, xullas olatog'da ov qilishga arzirli o'lja borki, u qo'liga miltiqni olishi bilan o'zi anglamagan holda ulardan nimanidir otish, o'ldirishni o'ylardi. Ba'zan, masalan, kiyik oviga ketayotgan bo'lsa, yo'lida duch kelgan kaklik, chillarni ham ayamasdi. Zag'izg'on u cho'pon aldag'ich qushi uchrasa ham tirik qo'ymasdi. Mabodo ovdan qo'li quruq qaytsa, bunday voqea juda kam bo'lardi. U bamisoli otasi o'lgandek aza tutar, qovog'i ochilmas. Shunda xotini ham ko'ziga yomon ko'rinib, bechora biron bir yetishmovchilikdan zorlansa, u jonga tegding-ku sen ham deya miltiqni qo'lga olardi. U odam otmagan, biroq undan ko'plar qo'rqishardi. Uni yolg'iz uchratganda xushomad qilishar, gavjum joylarda unga yaltoqlanib, ovu balol olib turganmi ekanini so'rashardi. Omon sovuqqonlik bilan qisqa javoblar berardi. Uning otasi Rahmon polvon 40 yoshida ham kurashda yiqilmagan, keyin bir o'rta yashar o'rtacha polvon bir qoqmada yiqitib qo'yganida dardi shunchalikki omborga bo'yra to'shab ustidan suv sepib, unga bag'rini berib, yota-yota oldin yo'talni orttirib, keyin qon qusa-qusa o'lib ketgandi. U kishi Omonga 13 yasharligida indamas miltiq melkokoli bir miltiqni olib bergan. Omon bir otar ov miltig'ida emas, shunda qush otishni o'rgangan, shu tariqa o'tkir mergan bo'lib yetishgan edi. U bolalikdan yovvoyi qushu, yovvoyi hayvonlar otish va yeyish uchun yaratilgan deb o'ylar, har qanday ovchida ham ma'lum bir yoshda paydo bo'ladigan rahmdillik unda hamon uyg'onmas, chamasi uning yuragi ham baquvvat ko'kragidek qattiq ediki, buning sababini ehtimol uning otasiga xos jihatlardan izlash mumkin. Ular olatog' bag'ridagi uylari bir-biriga mingashgandek kichkina qishloqda yashardi. Atrofda undan bo'lak qishloq yo'q. Rayon markazi 8 chaqirim etakda edi. Maktabda begonalar orasiga tushib qolgandek, har kuni markazga tushishda 8 chaqirim, qaytishda 8 chaqirimni bosib o'qigan Omon o'sha paytlarda rasm bo'lgan harbiy darsga qatnashish uchun maktabga boradiganga o'xshar, chindan ham uning boshqa fanlarga qiziqishi yo'q, harbiy darsda otishdan o'qituvchini ham yo'lda qoldirardi. U harbiy xizmatga borganida ham shu jihati bilan darhol mashhur bo'lib ketgan. Ularning qismlari o'rmonga yaqinmasmidi, ofitserlardan ovga ishqibozlari Omonni ergashtirib olar. Omon rus o'rmonida los, ayiq otishni ham shu asno o'rgangan, rusak quyonlarini otish uning uchun ermak edi. U harbiydan qaytgan yili otasi qazo qilib, Omon uning ishini oldi. Qishloqchaga tutash 8 gektar o'rikzor bo'lib, otasi Rahmon polvon unga qorovul, ayni chog'da unga bog'bon ham edi. 2 yildan keyin onasi uni uylantirdi. Onani ham tuproqqa topshirgan yili o'g'il ko'rdi. O'g'li 9 ga qadam bosganda Omon bir kuni ovdan quruq qaytdi. Zovboshida bir qobon, bir megajin ona cho'chqa va 10 tacha churpa cho'chqa bolalari kamarga qamab chiqishini kutib yotgan edi. Tepada geologlarning vertolyoti paydo bo'ldi-da, naq kamar ustiga pasayib shunday shovqin ko'tardi. Shamoli joni qattiq archalarni ham titratdiki, qamaldagi cho'chqalar sel bosganday vahimada chiqib, xuddi Omon pisib turgan archa tagiga o'zlarini urdi. Omon kalovlanib archa orqasiga o'ta oldi xolos. Cho'chqalar odamning beliga uradigan miyazorga oralab, ilon izi yo'l qoldirib ketishdi. Omon birinchi marta o'zini o'q bo'shatishdan tiydi. Bunday paytda o'q qobonga tegadimi, bolasiga tegadimi, bo'ldi. Qobon burila solib ovchiga hujum qiladi. Omonning tabi xira bo'lib qishloqqa qaytgandi-da, xotini sigir sog'dirmayotgandan koyinib edi. Omon o'zi xurmani olib sigir tagida cho'nqaydi. Endi yelinni ushlaganini biladi, sigir bir qimtindi.
oyog'i ko'zani urib chil-chil qildi. Omon o'rnidan turib chetga chiqdi. So'ng xotirjam kavshanayotgan hayvonga birpas qarab turdi-da, pichanga sanchib qo'yilgan panshaxani olib, sigirning beliga ikki tushirdi. Jonivor og'ir mo'rab yuborib yotib qoldi. Dir-dir titraydi. Voy, inakni o'ldirdingiz-ey, beshafqat, deb yig'lab yubordi xotini. Omon miq etmay rayonga tushib ketdi. Yolg'iz jo'rasi Hamdamni oshxonada uchratib, u bilan ko'k choy ichayotgan edi. Omonning qisqa bo'lsa-da birovlar uchun qiziq suhbatiga ishqiboz 3-4 yigit bular stolga o'tishdi. Keyin davraga rayon gazetasidan bir muxbir yigit ham qo'shilib, "Omon aka, hayvonlarga rahmingiz kelmaydimi? Otar emishsiz", dedi. "Shu gapni aytgan bekor aytibdi", dedi Omon. "Bo'lmasam nimalarni otasiz? Nimani otishimni istar edingiz?" "Bilmadim endi. Masalan, quturgan hayvonlarni, molga o'rgangan bo'rini, ishqilib odamlarga shikast yetkazadigan jondor borki, u o'limga mahkum." Omon mergan somsaxonani to'sgan taxta devorga bir nafas qarab turdi-da, sekin hikoya qildi. "Bir kuni kun tegmasdan chiqsam, bir eshakni shudgorda chirqillab kelyapti. Ha, dedim. Xalacho'p bilan orqani ko'rsatadi. Nima deganini tushunmayman. U yoqqa qarasam, yo'g'onligi boldirday bir ilon o'rmalab kelyapti. Otdim. Ilonni ko'zlamay otsang ham o'q tegadi, deydilar. Bekor gap. Ko'zlab otdim. Ilon joyida qoldi." Omon nihoyat kulimsiradi. "Uni otishim mumkin edi-ya." Mushtumini iyaga tirab tinglayotgan muxbir ishshayib, "Yo'g'onligi qanday dedingiz?" deb so'radi. "Boldirday." Muxbir u yoq bu yoqqa qarab qiqirlab kuldi-da, "Ha, bu siz ajdaholarni yenggan milliy qahramonlarimiz traditsiyasini davom ettirayotgan kishi ekansiz-ku, aka. Sizni maqtash kerak ekan", dedi. Narigi stoldagilar kulishdi. Omon unga o'qrayib turdi-da, piyolasidagi choyni uning yuziga sepib yubordi. Muxbir boshini egib qoldi. "Ketdik", dedi Omon Hamdamga. Omon uyga qaytib kelganda, xotini tag'in sigirni eslab, "Jonivorning bir emchagi shishib qizarib ketgan ekan, menam bilmagan ekanman", dedi. "O'zi qalay? Ovqat yemayapti. So'yamiz." Omon ertasi kuni sigirni so'ydi. Beli sinib ketgan ekan. Yarim go'shtni qo'shnilarga ulashib berishdi. Yarim go'shtni qovurib xumga solishdi. Shundan keyin qishloqda Omon sira kutmagan voqea sodir bo'la boshladi. Qo'shnilar birin-ketin janubga, Bandixon cho'liga ko'chib keta berishdi, cho'lquvar bo'lib. Omon ularni gangib kuzatar, bu qishloqni, shimoldagi Olatog'ni va unda bor archazorlar-u hayvon parrandalarni tashlab, cho'lga, pashsha qaynagan qiziriq cho'lga tushib ketayotganlarini aqliga sig'dira olmasdi. Qovunni ko'rib qovun rang olgani shumi? Hademay qishloq bo'shab qoldi. Bu endi qishloq emas, satta chordivor edi. Tomlari buzilgan, yog'och to'sinlari ham olib ketilgan. Tez orada u yerda kalamush va sichqonlar ko'paydi. Keyin esa ularning kushandalari, boyqushlar ko'paydi. Ba'zisi kunduz kunlari ham devor kemtiklarida hurpayib o'tirar edi. Omon negadir bularni sira otmas, aksincha ularni uzoq-uzoq tomosha qilishni yaxshi ko'rar. Ba'zan kechalari tashqariga chiqib, boyqush sayrashini eshitganda, yurak seskanishini qayda parishonxotir bo'lib tek qolardi. Shunda u bu tun qushlarining mungli hamda nimasi bilandir tunga o'xshab ketadigan unlariga allaqanday singishar, go'yo o'zi ham shu tunga, shu mungli tunga boyqushga aylanib qolardi. Uyda xotinning g'ishing-g'ishingini ko'paygan edi. "Yovvoyi odamlarga o'xshaymiz. Siz ketganda kunduz kuniyam qo'rqaman bu yerda. Yosh bola bir o'zi markazga qatnaydi, hademay qishqiradi. Men hech qayoqqa bormayman. Men ham shuning yoshida qatnar edim markazga", deb qo'yardi Omon. Bir kecha boyaqish juda zorlandi. "Shamollatdi o'g'lingiz. Ichiray desam sut yo'q, tomog'iga malham bo'lardi. Tog'dagi juvonalaringiz inak bo'lguncha kosamiz oqarmas ekan. Xotin, chidasang shu, chidamasang jo'na", dedi Omon. Xotin bir muddat boshini xam qilib turdi-da, "Mayli, taloq qilsangiz", dedi. "Bor, taloqsan, 3 taloq". So'ng ayvonga chiqib birpas turdi-da, qaytib kirib o'g'liga, "Sen qol, anaviday miltiq olib beraman", dedi. "Menga miltiq kerak emas", dedi bola. "Bo'lmasam sengayam katta yo'l". Ertasi Omon tajang holda ovga ketdi. Yoz edi. Pishiqchilik,
Har qanday shafqatsiz ovchi ham bunday paytda toqqa chiqib endi jo'jasini uchirma qilayotgan kaklikka yoki bolalari mushtdek bo'lgan quyonga o'q uzmaydi. Ularning ham tirik jon, zurriyot qoldirishga huquqli ekanini his etishmi bunga sabab, balki ne bir sirli tuyg'u ularning ham inson qavmiga yaqin ekanini sezdiradimi? Omon ovchi shu ketishda katta bir burgutni ham otib, so'ng uni xo'p tomosha qilib, keyin uning xuddi 5 yashar bolaning panjalaridek oq sariq biqqa barmoqli oyoqlarini kesib olib uyga qaytib kelganda bari jihoz o'z o'rnida, faqat xotin bilan bola yo'q edi. Enam ham otamdan chiqib ketgan edi bir ikki marta, keyin qaytib kelib edi. Bular ham keladi hali deb o'yladi u va g'ashlanib esladi. O'shanda u har gal otasi yonida qolar edi. Kiyik ovlarga chiqqanda 4-5 kunlab kimsasiz kamarlarda yotib, pistirmalarda tunab, yolg'izlikka mutlaqo o'rganib ketgan Omon Mergan xotinsiz uyga ham ko'nikdi. Boladan uning ko'ngli xotirjam edi. 8 gektar chiqadigan o'rikzorga qarash, qishda qovus suvi berish, bahor ayozlarida chalma tutatish, yoz boshida qurigan shoxlarni kesish, bir miqdor o'tin to'plash plani ham bor va hosilini yig'ib qoqi qilib berish ham Omonning bo'ynida edi. Ana shu o'rikni qoqib turshak qilish paytida uning ishi ko'payar, kunora rayon markaziga qatnashga majbur bo'lardi. Chunki sovqos odam bermaydi. Odamni, ya'ni o'rikni qoqib turadigan va buyralarga yoyadigan ishchi kuchini u choyxonalarda varaqlashib o'tiradigan, ko'cha muyulishlarda to'p-to'p bo'lib, tekkanga tegib, tegmaganga kesak otadigan bekorchilar orasidan yig'ish kerak. Yaxshiyam Omon ovchining ov sarguzashtlari ko'plarni qiziqtirardi. Ko'plari hikoya eshitish uchun kelardi, lekin har kun emasda. Uning boshiga bir og'ir kun tushdi. Shundan 3 oy oldin u qop-qop turshakni mashinaga ortib jo'natgach, o'ziga tegishlisini ham bir mashinaga yuklab markazga tushdi. Tayyorlov idorasiga topshirib, pulini oldi. Tentirab Hamdamning uyiga bordi. U televizor ko'rayotgan ekan. Ke, hayvonot olamida bo'lyapti dedi. Omon do'stining xotini bilan so'rashib, ko'rpachaga cho'kdi. Rangli ekranda Kafkaz tizmalaridan biri bag'ridagi qo'riqxona ko'rsatilmoqda edi. Och jigarrang yonbag'irda bir talay yovvoyi echkilar tizilib turardi. Boshlarini mag'rur burib pastga qarashadi. Pastlikda toshqin daryocha oqyapti. Tepadan tosh ko'chdi. Kiyiklar dik-dik sakrab yonbag'irni aylanib o'tib ketishdi. Keyin ularni boshlab yurgan shoxi gajak arxar cho'qqida paydo bo'ldi. Omon bu manzaraga bir qadar horg'in ko'z bilan tikilib turarkan, xayolan arxarni nishonga oldi. Bo'ynidan otsam, yo'q, o'q yo kurakka tegadi yo qulog'idan pastroqqa. Obbo, bu yoqqa burildi-ku. O'q sirpanib ketadi. Yaxshi-ya, dedi Hamdam. O'zimizning kiyiklardan farqi bormi? Yo'q, dedi Omon. Lekin bizda kam qoldi. Operatorlar suratga olib bo'pti. Keyin bular qo'riqxonada ekan, odamga o'rgangan, qo'rqmaydi. Echkiga o'xshaydi. Biznikilar juda shar, hurkak. Odamning isini bir kunlik yerdan biladi. Hamdam do'stiga choy quyib berdi. Bu yil ham kiyik ovga chiqasanmi? Chiqaman. Bir kiyik uchun 500 so'm shtrab to'larmish otgan kishi. Miltig'ini ham olarmish. Hamdam Omonga yuzlanib o'tirdi. Sen beparvo bo'lma u muxbirga. Orqangdan tushgan jo'ra. O'lgisi kelgandir, otmaganim odam edi. Keyin Omon ham unga yuzlandi. Milisaning nachaynligi nima deb edi senga? Hamdam uning tizzasiga urdi. Yaxshiyam eslatding. Satti kiyik go'shtini Omon polvonning bir o'zi yeydimi yo sizlarni mehmonga ham chaqiradimi deb edi. Uni mehmonga chaqirmaslik kerak, lekin Omon tavakkalda. Bir oqshom uning uyiga 4-5 kilo kiyik go'shti olib borib tashla. Hozir emas, keyin otganingda. Hey, qishdami? 5-4 kilo go'sht nima bo'ladi? Butunini olib borib tashlayman. Mayli-yu, Hamdam Omonning jo'rasi deb qo'ynimga qo'l solib ko'rgan bo'lishi ham mumkin. Oyog'i sinib yotgan ekan, harom o'lmasin deb so'yib oldim deyman. Ha, bu gaping ham ma'qul. Uyur-buyurini atay sindirib qo'ysang, a? O'q yegan bilan darrov o'lmaydi. Shunda biron joyga ursang qoq uyushib qoladi. So'yganingda ham bilinib turadi. Keyin urib sindirishdan foyda yo'q. Sen bilasan. O'riklar bargi xontalash bo'lib to'kila boshlagan, yomg'ir savalab turgan kunlarning birida Omonni sovxoz idorasiga chaqirib,
Bondixonga paxta terishga borishini ma'lum qilishdi. Omon Bondixon nomini eshitib oyoq tirab turib oldi. U yoqqa bormayman, boshqa nima ish buyursanglar qilaman, mayli boshqa rayonga bor denglar, boraman dedi. O'rmon xo'jaligiga qarashi lozim bo'lgan ko'p joylar, archazorlar hamda yovvoyi hayvonlaru ov qushlari mo'l bo'ladigan qir adirlar vaqti zamonida sovxoz chegarasi ichida qolgan. Sovxoz unga qorovul qo'ymas, bunday shtat ham unda yo'q. Shu xususda Oblast gazetasida bir tanqid maqola bosilgan ekan. Sovxoz direktori shuni tilga olib, mana hademay qish tushadi uka, bu yil qish qattiq keladi degan gap bor. Sovxoz o'z chorvasi bilan parrandasini bir amallab qishdan chiqaradi. Anavi yovvoyilar qirilib ketsa yana boshimiz baloga qoladi dedi. Shuning uchun Omonboy tog'da, xususan bizning yerlarimizda qayerlarda haligiday yovvoyi hayvonlar ko'p bo'ladi, qayerda kaklik, chil ko'p bo'ladi, bular sizga ma'lum. Xullas, Omonning yoniga tag'in bir kishini qo'shib beradigan bo'lishdi. Qiladigan ishlari kiyiklar bor joylarda bitta yarimta oxur yasab qo'yish, kakliklar suv ichadigan, demak o'rganib qolgan buloqlari atrofida simto'r bilan o'rash yoki ularga sochib qo'yiladigan donni o'tkinchilar tashib ketmasin. Omon Merganga bu vazifa juda ma'qul tushdi. Keyin o'ylanib so'radi. Men to'g'rimda har xil gap yuradi, direktor bobo, shu jihatdan meni sinash emasmi bu? Insofingiz bor-ku uka, dedi direktor. Agar qo'yni bo'riga topshirib qo'ydi deb o'z bilganingizni qilsangiz ham, xudo bor-ku, oxiri yaxshi bo'lmasa kerak. Nima bo'lardi deb o'yladi Omon. Izimdan tushgan odam meni qo'lga tushirmasa hech nima bo'lmaydi. Tushirib bo'pti. Omon Mergan tunda o'rmonda, tog'da hech narsadan qo'rqmagani kabi jin ajina degan narsalarga ham ishonmas. Shu ma'noda qon tutadi, gunoh, ko'z tegadi degan gaplarning ham uning uchun ma'nosi yo'q edi. Masalan, qadimdan qolgan gap bor. Ovchi kiyikdan bitta otishi kerak. Aks holda bir falokat yuz berishi mumkin emish. Omon bu gapga ham panja orasidan qarardi. Chunki bu gap qadim-qadimdan kiyiklarni asrab qolish, ularni qirib yubormaslik uchun diniy tus berib aytilgan deb o'ylardi. Tag'in xalqda har kim o'z kasb-koridan topadi degan hikmat bor. Buning yaxshi ma'nosi o'z yo'liga, yomon ma'nosi shu kasb-kor yo'rig'ida olamdan o'tadi degani bo'lsa kerak. Masalan, o'ta ketgan zo'r qassoblar umrining ma'lum bir pallasida shu darajaga yetarmishki, yostiq toshi ehtiyot chorasi deb uning pichog'ini yotganda yashirib qo'yarmish. Shundayki, ovchi ham ovdan topadi deyishadi. Bunga ham hayotda misollar ko'p. Omon Mergan bu xil hangomalarga ham panja orasidan qarardi va eshitgan har bir hikmati ta'birini o'zga bir mantiq bilan izohlab bera olardi. Omon sovxoz idorasidan qo'shilgan yigit bilan bir hafta Olatog' atrofidagi safxoz yerlarda kezib, topshirilgan vazifani ado etib qaytdi-da, bu ishga beixtiyor qiziqqani uchun uyidan 2 do'ng naridagi quruqsoy yoqasida ham kakliklarga bir kichik qo'rixona yasashga kirishdi. Hamdamning yordamida 100 gaz simto'r topib kelib, soy jiyagidagi yolg'iz buloqning atrofiga tutdi. Soy bejiz quruqsoy deyilmas. U ko'klamda to'lib oqqani bilan yoz o'rtasiga yetmay suv qurib qolar. Tevarak atrofdagi bir necha gala o'troq kakliklar shu yolg'iz buloqning sal nariga oqib borib, yerga singib ketadigan suvdan ichardi. Omon ovchi bu kakliklarni o'z xo'jaligidek bilar. Toqqa chiqishga hushi bo'lmaganida ulardan 3-4tasini otib olib, xumorini bosardi. Shu orada shu qish ichi uning boshiga og'ir kun tushdi. Qor tingan, havo ilimiliq edi. Omon indamasni zanglatmaslik uchun o'rikzorga oraladi. Bitta zag'izg'on otdi. So'ng uni olib olish, tog'da tulki ko'rgan yerlarga qo'yib poylashni o'yladi-yu, buni o'ziga ep ko'rmadi. Otilgan zag'izg'on otvarildi. U kiyik ovga jo'nadi. Uy orqasiga o'tganda bo'ri izini ko'rdi. Iz naridagi chol devorlardan tomon ketgan, qorda baayni bitta bo'ri yurgandek edi. Biroq Omon bitta emas, kamida 2 ta bo'ri yurganini izning kattaligidan bildi. Odatda bo'rilar ovga chiqqanda bir-birining izini bosib yurishadi. Omon jilmayib qo'ydi. Ertalab ovchiga bo'ri uchrasa, ovi baror oladi deydilar. Shuni eslagan edi. Keyin bu udumning aksini qilishni istab, qishloqni chetlab o'tib ketdi. Qor qalin va yumshoq edi. Omon Mergan mahsi ustidan choriq kiyib olgan, oyog'i yengil, qorga botmasdi. U Olatog'ning ilk cho'qqilaridan biriga yetguncha havo ochilib, kun chiqdi.
Ayni kaklik ovlaydigan payt bu. Kun sovuq emaski, kakliklar kamarlardan chiqmasa. Tuman ham yo'qki, uni ko'rish qiyin bo'lsa. Omon mergan Olatog'ning o'zi toshini sanagan so'qmoqlardan biriga tushganida yuqoridagi cho'qqilardan qor ko'chdi. Guvillagan tovush tingach, jarlikdan oq to'zon ko'tarildi. Shunda qarshisida bir kiyik o'ynoqlab chiqdi-ku. Omon uning qoq manglayini nishonga olib otdi. Jonivor tepaga bir sakrab pastga qulab ketdi. Shunda uning o'rnida yana bir kiyik paydo bo'ldi. Omon miltiqni o'qlay solib uni ham otdi. U ham tepaga bir talpinib quyiga uchdi. Keyin esa shoxi gajak bir arxar ko'rindi. Omon miltiqqa o'q joylar ekan, allanechuk shoshar edi. Arxarning ham ajali yetgandek qochmasdan quyiga qarab turib oldi. Omon uni ham otdi. Keyin ancha kutib yotdi. Boshqa jonzot ko'rinmadi. O'z-o'zidan ma'lum. Bu kiyiklar ko'chkidan vahimaga tushib qochgan, orqasidan bo'ri mo'rining quvgan bo'lishi ham ehtimol. Aks holda o'zini o'qqa tutib bermasdi bular. Omon otishga shunchalik berilgandiki, kiyiklarning qayerga yiqilib tushayotgani haqida o'ylamasdi. Yana otgisi, jonivorlarning sakrab tushib ketishini tomosha qilgisi kelardi. Nihoyat o'z tushmagan so'qmoqdan qoplondek yengil yurib borarkan, ular yiqilgan joy suv urib ketgan arna ekani, kiyiklar u yerda bo'lmasa, etakka uchib ketganlarini tusmonladi. Borib qarasaki, uchovi ham shu yerda. Ostin-ustin bo'lib, qonga belanib, hamon tipirchilab yotishibdi. Omon ular yotgan joyga bir qurko'z yugurtirib, birini ham ola bilmasligiga ishondi. Ular 5-6 gaz pastda, tokchada, ikki tomon esa tik devor. Omon mergan ular ko'p tipirchilasa, pastga tushib ketishlari uchun har biriga yana bittadan o'q bo'shatishni ma'qul ko'rdi. Masofa arzimas darajada. Cho'nqayib birining qulog'idan, birining yuragidan otdi. Kayfi chog' holda kechki payt qishloqqa qaytib keldi. U kiyik otishga berilib, ularning qayerga tushayotganini o'ylamagani singari, buning shavqi orqasida tag'in bir narsani xayoldan faromush qilganini ertasi kuni do'sti Hamdam bilan bir eshakka arqon va qop tashlab shu joyga kelganida bildi. Uchala o'lja ham dabdala bo'lgan, 5-6 ta bahaybat, bo'yni tuksiz g'ajirlar, o'laksahur qushlar ularni hashar qilmoqda edi. Omon miltiqni o'nglaguncha ular o'zlarini jarlikka tashlab uchib ketishdi. Shunday esa-da, Omon ular orqasidan o'q bo'shatib qoldi. Uning tabi xira bo'lgan, ikki kiyigu bir arxardan ajralgan edi. Bu yerda ortiq turmay orqaga qaytishdi. Uvol bo'pti, uvol, dedi Hamdam. Yomon ekan-ku bular-a? Arxarning ko'zini o'yib yeyotgan ekan bittasi. Tog'dan ena boshlaganda Omon mergan nihoyat tilga kirdi. Otam aytgich edi, urush yillari tog'da yolg'iz qolgan odamlarni ham yeb ketishgan bu qushlar. Rost aytding, bo'riga tashlansa ham ko'zini o'yadi oldin. Keyin u siniq kulimsiradi. Biron joyda shikastlanib yotib qolsang, hech chalqancha yotma. Qishloqqa yetishgan edi. Yo'lni kesib suv urgan arna o'tadi. Uning tubidagi suv allaqachon muzlab qolgan. Eni 2 gazdan oshiq esa-da, Omon undan bemalol sakrab o'tib ketib yurardi. Eshak qurg'ur ariqning tor joyidan ham o'tmay taysallayverdi. Hamdam narigi betga hatlab nuqtadan tortdi. Omon uning quymichidan zo'r berib itarganda, hayvon lippillab o'tib ketdi-yu, Omonning oyog'i ostidagi qor ko'chib, to'p etib muzga tushdi. Arnaning bu tor yeri ancha chuqur edi. Undan ham chuqurroqqa Omon sakrab tushsa, hech narsa bo'lmasdi. Chunki tabiiy hol, u tizzalarini bukibroq sakrar edi. Hozir esa muzga tikka tushdi. Oyoqlari sal og'ridi xolos. Biroq o'rnidan turgan edi, to'piqlardan og'riq shunday zo'raydiki, u engashib qoldi. Shu ko'yi qirg'oqqa tirmashdi. Hamdamning qo'lidan ushlab arnadan chiqib oldi. Biroq yana o'rnidan tursa og'rishini tusmollab, qorda o'tirgancha mahsini yechib qaradi. Ikki oyog'ining to'pig'i ham shishib ketgan, yon-verda jigarrang dog'lar paydo bo'lgan edi. Omon mahsini kiyib, "Jo'ra, hech bunday bo'lmaganman. Eshakni qaytar", dedi. Hamdam eshakni qaytarib kelib unga o'ng qildi. Omon bir qo'lini do'stining yelkasiga tirab eshakka minib oldi. "Oyog'im chiqqan bo'lsa chatoq, eski siniqcha ustalardan qolganmi?" "Ustani nima qilasan", dedi Hamdam. "Balnitsaga boramiz. Eng zo'r ustalar o'sha yerda. Rengin qilishadi, bilishadi. Bo'lmasam ko'chadan yurmaylik." "Mayli, Ichaksoydan boramiz." Ichaksoydan borib kasalxonaning etagidan chiqishdi. Omon miltiqni qopga solib qorga ko'mdirdi-da, nihoyat to'qimda boshini
egib o'tirgancha kasalxona darvozasidan kirdi. U garaj oldida Hamdamni biroz kutib qoldi. Hamdam borib xirurg va rentgenchilar bilan gaplashib keldi. Omon eshakdan tushib yurolmay qoldi. Uyalganidan ter chiqib ketib, do'stiga suyana tegishli xonaga yetdi. Uni tanish hamshira tepasiga qandaydir apparatlar engashib turgan muzdek karavotga yotqizdi. Oyoqlari shishib ketgan edi. Mahslar qo'njini yorib chiqarishdi. Keyin oyog'i uchini dam shiftga qaratib qo'yib, dam yonboshlatib rentgenga tushirishdi. Birozdan keyin ho'l, yaltiroq sarg'ish qog'ozni keltirib Omonga ko'rsatishdi. Ana, katta boldir suyagingiz singan, balshoy bersoy kost singan, to'piqning ustidan. 2 oyog'ingiz ham yomon bo'pti, Omon aka. Ochig'ini aytamiz, buning tuzalishi qiyin bo'ladi. Oyog'ingiz gipsdan chiqqandan keyin ham 5-6 oy qo'ltiqtayoqda yurasiz. Gavdaning og'irligi to'piqqa tushadi-da. Omon merganning oyoqlarini oq sement aralashmasi shimildirilgan qalin dokalar bilan tizzasigacha o'rab gipslashdi. Gips tezda qotar ekan. Keyin Hamdam eshakni deraza pastiga olib keldi. Omonni o'tkazib jo'nadi. Kelgan yo'limiz bilan ketamiz, jo'ra. Qop bilan miltiqni olib berib, o'zing qolsang ham mayli. Gapirma, mening boshimga shunday kun tushsa nima qilarding sen? Omon g'amgin kulimsiradi. Bilmadim. Toshni yesa bo'lmasmidi go'sht o'rniga o'sha nachalnik. Qani endiyam izingdan tushib ko'rsin. Bo'lmasam men bilan uygacha bor. Sandiqda mumiya bor. Olib bersang bo'ldi. Keyin hey qizil qishloqda Mazifa ammam turadi. Bilaman. Senga birov qaramasa bo'ladimi? Shunday qilib Omon mergan arzimagan bir ehtiyotsizlik orqasida 2 oyoqni nogiron qilib yotib qoldi. Amma kelib yig'ladi. Senga ko'z tegdi dedi. Keyin hadeb jonlini jonsiz qilishning ham xosiyati yo'q. Qusham xudoning maxluqi. U ham bir vaqtlar odam bo'lgan emish. Omon oyoqlarining singan joylarini solayotganda ham inqillamagan edi. Endi ixrab yubordi. Miltiqni olib bering, yonimda tursin. Amma qo'rqa pisa indamasdi. Keyin u aytgan yerda bir changal o'qni olib berdi. Kun degani shundayki, boshingga og'ir savdo tushganda ham, o'ynoqlab yurganingda ham o'taveradi. Omon mergan birinchi kunlar kishi bilmas juda siqildi. Keyin bu siqilishni o'zidan ham yashirishga bo'lgan beixtiyor intilish tufayli ahvoliga ko'nika boshladi. Hamdam 2-3 kunda bir kelib ketardi. Mazifa opa esa kunora ayvondagi o'choqda bir issiq piyova qilib, Omonning oldiga bir kosa tortadi-da, qolganini sandal qo'riga qo'yadi. Omon mergan sandal yonida ichkarida o'tirgan odamga tashqari bemalol ko'rinsin uchun past qilib qurilgan deraza tagida yotardi. 20 kunlar o'tib Omon to'piqlari usti qichishayotganini seza boshladi. Bu tuzalish alomati edi. Lekin boshqa narsa uning g'ashiga tegardi. Oyoqning shishi qaytib, kichraygani sari gipsga yopishgan tuklar tortilar. Omonning o'zi tizzasidan cho'kkalab yurib, hojatga chiqib kelardi. O'limidan bir kun oldin kechasi bilan qor yog'ib chiqdi. Keyin qattiq shamol esdi. Qor uchqunlari deraza oynasiga shitirlab urilardi. O'rikzorda 2-3 marta bo'ri uvlagani eshitildi. Ertalab havo tund, osmonni past tushgan bulutlar qoplab olgan, ayvonda chumchuqlar chirqillashar edi. Omon ittifoqo kaklik sayrashini eshitib qoldi. Ha, qor qalin, yemish uchun qishloqqa ingan deb o'yladi. Va shunday paytlarda chol-devorlar ichida kezib ham kakliklarni uchirib otgani, qanotlari muzlab qorga kirib qolganini tayoq bilan urib olganini eslab, shunday betoqatlandi. Darhol o'tirib miltiqqa o'q joyladi. Keyin derazadan boqqa uzoq tikildi. Ammasi bilan Hamdam bosib keladigan so'qmoq ham ko'rinmas edi. Kakkiba, kak. Kaklik uyi orqasidan chamasi o'sha joyda Quruqsoy tomonda sayrardi. Omon aqlini yo'qotgandek kalovlanib, tik ketelik hissasiga ham 3-4 ta o'q soldi-da, choponining yenglarini ham kiyib o'rmalay ketdi. Ayvonga chiqdi. Kaklik haqiqatdan ham Quruqsoy tomonda sayrardi. Shunda u Hamdamning yaqinda sovxozdan 2 ta odamni yo'lga uchratgani, ular 2 eshakka bug'doy to'la xurjun ortib toqqa ketayotganlarini aytganini eslab miyig'ida jilmaydi. Soy bo'yidagi qo'riqqa ham don sepishgan. Boshqa payt bo'lganda Omon bu tariqa ovdan or qilardi. Hozir u shaxt bilan supa labiga emaklab bordi-da, qorga tushsa gipsi ham tortishishini o'yladi. Keyin sandalda quritib olaman-da deya bir qo'lini qorga botirdi. Qor tirsakdan keldi. Keyin ikkinchi qo'lini botirdi. Keyin sudralib tushib, oyoqlarini tizzadan ko'tarib oldi. Shu topda uzoqdan qaragan kishi uni ko'rmas edi. U ketarkan harbiyda shunday qilib Poplastinskiy yurgan chog'larini ham esladi. Omon birinchi tepalik ustiga chiqqanida oyog'ini tizzadan bo'kishni unutgani, bemalol sudralib kelayotganini ko'rdi. Garangsib uni siypab ko'rayotgandi.
Kaklik narigi do'ng ortida sayrab yubordi yana. Omon mergan burila solib yana o'rmalay ketdi. Bu yoq enish edi, tez tushdi. So'ng oxirgi kuchini to'plab olmoqchidek birpas hansirab bo'yniga osig'liq miltiqni pastdan ko'tarib turdi-da, yana shaxt bilan tepalikka tirmashib ketdi. U ba'zi joylardan sirg'alib tushar, yana emaklar, bunga sari ko'ziga qon to'lib borar edi. Ularni otmasam qaytmayman. Omon o'rkashda. Simtor bilan o'ralgan qo'riqxona ichida qordan chiqib turgan yapaloq xarsang ustida uchta chiroyli oqish kaklik chug'ur g'ut g'ut qilib donlashar edi. Omon g'ayritabiiy olayib bittasini nishonga oldi. Shoshilmasdan otdi. Kaklik nariga surilib ketib tik qoldi. Omon miltiqni o'qlay solib ikkinchi kaklikni ham otdi. U tipirchilab qoldi. Shundan keyin uchinchi kaklik uchmoqchi bo'lib chetga bordi-da, sheriklariga, keyin tevarakka biroz qarab turib, tag'in tez donlayverdi. Uning nihoyatda och ekani ko'rinib turardi. U ham cho'zilib qolgach, Omon mergan tezroq tushib bormasa, uchovi ham tirilib uchib ketadigandek shitob bilan pastga ina boshladi. Endi yapaloq tosh. U yonboshlab yotgan ko'yi kakliklarni bitta-bitta terib oldi. Nihoyat ularga jilmayib qarab patlarini titdi. O'q tekkan joylarini ko'rdi. So'ng o'zidan qanoatlanib hali tuzalib oyoqqa turib ketsa, yana ovlarga chiqishi, mayli hozir kakliklar kamayib, kiyiklar yuksak cho'qqilarga chiqib ketgan bo'lsa ham, o'zining o'sha yerlarga chiqib borishini xayol qilib, bir muddat rohatlanib o'tirdi. Keyin tuyqus xayolga bir gap keldi. Olatog'da jonivor zoti qurisa nima qilaman? Uning ko'ziga Hamdamning uyida televizorda ko'rgani Kavkaz tog' manzarasi, kiyiklar ko'rindi. Boraman. U yerlarga ham boraman. U mana shunday xayol bilan band ekan, qor yana uchqunlayotganini ko'rdi. Shunda yana oyog'i esiga tushdi. Chamasi bu shunday ikki oyoqli maxluq ediki, yarim tanasi uzilib qolgan chog'da ham ruhi ovda, o'ldirishda bo'lar chamasi, shuning o'zi unga bas, shu hayot edi. Omon mergan shu o'ylardan keyin 5 minut ham o'tar o'tmas nobud bo'ldi. U miltiqni tag'in bo'yniga osib, kakliklarning bittadan oyog'ini bir qilib tishida tishlab, kelgan izi bilan o'rmalab ketar ekan, simtorni tagidan ko'tarib o'tgan yerida yetganda bir sirpandi-yu, og'zidan kakliklarning oyoqlari chiqib ketdi. Omon ularga qo'l cho'zganda yonbag'arga ko'ndalang bo'lib qoldi. So'ng asta sekin dumalay boshladi. U dumalagan sari bir o'ram oq kigizga o'xshab ko'rinar, biroq kigiz tobora yo'g'onlashar edi. Oqibat ajabtovur paxta toyidek bo'lib borib, yulg'unlar ichiga kirib to'xtadi. Omon bu paytda ham tirik edi. Nima bo'lyapti, nimaga deb o'ylardi. Nihoyat nafasi bo'g'ildi. Ko'tarilmoqchi bo'lgan ko'ksini qor bosib, dami ichiga tushib ketdi. Miyasida esa o'sha savol javobsiz qoldi. Qor yoqqandan yog'ib, kechasi bo'ron turdi. Qorni to'zitib, tekis yerlarda kurtuklar paydo qildi. Qori qalin betlarini yalab supurib ketdi. Erta ko'klamda o'rikzorga qorovul etib tayinlangan Ulton Piyon degan kishi qishloqda buzilmay qolgan yakka-yagona uy, Omon ovchining uyini ko'rgani kelib, uni xosiyatsiz deb topdi. Egasi g'oyib bo'lgan axir. Keyin yonida olib kelgani yarimta aroqni maydalash uchun Quruqsoy bo'yidagi tepalikka ko'tarildi. Ancha o'tirdi. Kun bota boshlab shisha ham yarimlaganda qo'zg'aldi. Soy ichi bilan ketishni ma'qul bilib pastga inayotgan edi. Hali barq chiqarishga ulgurmagan yulg'unlar orasida do'mpayib yotgan g'alati qor qurtugiga e'tibor qildi. Unga yaqinlashib o'tarkan, undan chiqib turgan bir juft oppoq burila solib soy ichi bilan qochdi. Uyiga yaqinlashganda o'pkasini bosib olish uchun shishada qolgan aroqni ham simirdi-yu, uyga yetib uchib qoldi. Ertasi Ulton Piyonning vahimasiga ergashib, rayondan chiqib kelgan bir to'da odam Quruqsoy yoqasiga enaverib, ko'ngil aynituvchi manzarani ko'rdi. Bir gala mastlikxo'r g'ajirlar yulg'unzor ichida go'yo qor supasida yotgan bir kimsani cho'qib yer edi.